Vivo X200 Ultra. 100% kamera fon. O'yinlarda ham o'zini yomon ko'rsatmaydi, lekin qizib ketadi. Lekin kundalik hayot uchun umuman tavsiya qilmayman. Sababi juda qo'pol telefon. Oddiylarda olib yuradigan bo'lsanglar, mana shu qo'pollik qiladi. OnePlus 15. Kundalik hayot uchun eng zo'r telefonlardan bittasi. O'yinlarda ham o'zini super darajada ko'rsatadi, lekin kamera fon darajasida ozgina urovni pastroq. Bundan kuchli kamera fonlar bor. Honor 600. Kundalik hayot uchun va faqat kundalik hayot uchun. O'yin uchun ham umuman bo'lmaydi va kamera tomonlama ham super darajada emas. Sifati juda past. Bu telefon ko'proq o'qituvchilar va taksistlar uchun ko'proq ishlab beradi. Samsung S26 Ultra. Kamera tomonlama eng zo'ri deya olmayman, lekin eng zo'rlaridan bittasi. Lekin kundalik hayot uchun super telefon. Lekin o'yinlar uchun umuman maslahat bermayman. Protsessor kuchli bo'lsa ham o'yinlarda ozgina qiynalib qoladi. iPhone 17 Pro Max. Kundalik hayot uchun super telefon, kamera tomonlama ham bomba telefon, lekin o'yinlar uchun u darajada maslahat bermayman. O'yinlarda katta FPS da stabilni ushlab bersa ham qizib yonib ketadi. Обязательно bitta kuler olib olishlar kerak. iQOO 15 Ultra. iQOO 15 Ultra'ni любой odam sotib olsa bo'laveradi. Kundalik hayot uchun zo'r telefon. O'yinlarda eng zo'r telefon iQOO 15 Ultra desa ham bo'laveradi. Kamera tomonlama to'g'ri, ba'zi bir kamera fonlardan qolib ketadi, lekin sifat yomon emas. Yangi chiqqan Honor X7e. Hech narsa uchun maslahat bermayman. Telefonda na kamerasi zo'r, na protsessori va faqat batareykasini maqtashlik mumkin xolos. Lekin bitta batareyka uchun bu telefonni bunaqaga sotib olish umuman arzimaydi. Adashib ham sotib olmanglar. Huawei Pro 80 Ultra. Bu telefonning kamerasi dunyodagi eng kuchli kamera fonlardan biri hisoblanadi. Rasm va videoda bu telefonga teng keladigan telefonlar juda kam. Lekin kundalik hayot uchun unchalik maslahat berib olmayman, chunki telefon qo'pol va kamera obyektivlari katta. Cho'ntagilarga soladigan bo'lsalar ham ozgina qo'pollik qiladi. Bu telefonni o'yin uchun men umuman maslahat bermayman. Sababi protsessor somsa darajada. Bu telefon faqat kamera fon telefon maqsadida foydalansangiz bo'laveradi.